Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Barsa fanatlari uchun bu juda ham yaxshi kun bugun. Chunki Barselona Rodri transfer poygasiga qo'shilmoqda. Va Rodrini transfer qilishga harakat qiladi deb Fabrizio Romano va yana bir nechta Ispaniyaning eng o'sha ishonarli jurnalistlari aytib o'tdiki, Barselona Rodri uchun transferga qo'shildi poygasiga va qo'shimcha Barselona Real Madriddan ilgarilab ketdi mana shu Rodrini transferi bo'yicha. Boshdan boshlaymiz. Barselonaga o'zi Rodri kerakmi? Barselonaga Rodri kerak, lekin qachonki Frenkie de Jong jarohat oldi. Chunki hozir imminni Rodri Barselonaga xalaqit qilmaydi. Shunday kiradi, Barselona asosiy tarkibga qo'shiladi Rodri va Rodri Pedri o'lma bu Ispaniyani yarim himoyasini prosta Barselonaga qo'yib qo'yasizlar. Yoki Fermin hujumda. Lekin ishlar salgina qiynalishadi qachonki De Jong jarohatdan qaytganida. Lekin ko'ramiz do'stlar. Chunki Frenkie de Jong, to'g'risini aytaylik, men video chiqaraman ertasi kuni. Frenkie de Jong Barselonada juda ham ko'p jarohat olmoqda va men o'ylashim bo'yicha Barselona o'zi ishonmay ham qo'ydi Frenkie de Jongga qilgan ishlaridan keyin. Endi nima qilgan bo'lsa, o'sha ertaga gaplashib o'tamiz. Ertaga videoyim ko'ringlar. Frenkie de Jong bo'yicha chiqadi u. Rodri Barselonaga mos keladi. Rodri o'zi umuman любой jamoaga kelsa, Rodri mos keladigan futbolchi. Rodri shunday keladi, Barselonani yarim himoyasini komplekt qilib qo'yib qo'yadi. Chunki Rodri bilan siz oltin to'pni yutgan yarim himoyachi olasiz. Siz umuman to'xtamaydigan dunyodagi eng zo'r tayanch yarim himoyachisini olasiz. Lionel Messidan keyingi jahon chempionatining eng zo'r yarim himoyachisini olasiz. O'zi futbolchisini. Va Rodri Cityda o'ynaydi. Rodri Barselonaga keladi, hech qanaqa adaptatsiyaga vaqt kerak emas. Rodrining o'zi Ispaniyada o'ynab ko'rgan. Maosh ham unchalik katta emas. De Jongni o'sha jarohati ketsa mana yanvargacha De Jongning 80% maoshiga Rodrini registratsiya qilsa bo'ladi va De Jongning maoshi juda ham katta va Rodrini o'sha De Jongning maoshiga registratsiya qilsa bo'ladi. Va Rodri keladi, bizani Barselona klubini 2 barobar kuchaytirib tashlaydi. Rodrini transferni bitta minusi bor va o'zi Rodrini bitta minusi bor. Rodri oldingi mavsumlar mana shu oltin to'p yutgandan keyin nimagadir ko'p jarohat olmoqda, juda ham. O'sha tizzasidagi muammolar mana shu oldingi mavsumda ham ko'p o'yna olmadi Manchester City bilan, chunki jarohat juda ham ko'p oldi. Juda ham. Imini jahon chempionati zo'r o'tkazdi, dahshat o'tkazdi. Lekin Rodri nimagadir shu oltin to'p yutgandan keyin juda ham ko'p jarohat olishni boshladi. Rodrining bitta minusi shu. Aytishlari bo'yicha Manchester City Rodri uchun unchalik ko'p narx so'ramaydi. 60 million, 70 million atrofida. Va Barselona 60 million, 70 million bera oladi uning uchun. Bemalol. Chunki Barselona bir qoidasiga keldi va registratsiya bo'yicha ham problema bo'lmaydi. Barselona nimaga sal ikkilanmoqda hozir? Muammosi shundaki, Rodrini o'zi transfer oynasi boshlanishidan beri men Real Madridga o'tmoqchiman, menga Real Madrid kerak deb o'sha necha marta insiderlar ko'rgan bo'lsangizlar kerak, jurnalistlar ham aytib chiqdi, Fabrizio Romanoning o'zi ham aytib chiqdi. Bitta muammosi shu, agarda Rodri chiqib, bo'ldi men Barselonaga o'ynayman, Real Madrid kerak emas desa, Barselona srazu transfer qilishi haqida aytilmoqda va shunaqa qiladi menimcha Barselona. Barselona hozir masalan Rodri kel demaydi. Agarda Rodri bo'ldi men Barselonaga o'taman, Barselona transferga roziman desa, Barselona qo'shiladi va Barselona transfer qiladi. Endi Rodrining o'zini bu yoqda vibri bor. Rodri yo Real Madridga o'tadi yo Barselonaga o'tadi. Cityda qolmaydi. Chunki aytishlari bo'yicha uni oilasi Ispaniyaga qaytishni xohlaydi va ko'p insiderlar ko'rdim, immindan Madridga qaytishni xohlaydi oilasi. Lekin ko'ramiz, chunki Rodri Barselonaga sport nuqtai nazaridan qarasak, sportivniy nuqtai nazaridan qarasak, Rodri Barselonaga prям ideal tushadi. Va Barselona Busquets ketgandan beri
original tayanch yarim himoyachisini oladi. Men do'stlar Frenkie de Jongni tayanch yarim himoyachisi deb tan olmayman. Nima deysizlar denglar, lekin Frenkie de Jong tayanch yarim himoyachisi emas. Rodri keladi va men uchun Alvaresdan ko'ra muhimroq transfer Rodri Barselonaga o'tishi. Chunki mayli Alvares kelmasa ham uni o'rniga Gordon o'ynashi mumkin. Adeyemi, Ferran qolsa o'ynab berish mumkin. Olmo aldamchi 9lik bo'lishi mumkin, lekin Rodri sifatidagi futbolchini siz har doim ham bozorda ko'rmaysiz. Va agarda Rodri Barselonaga o'taman desa, Barselona butun hamma kuchini qilish kerak Rodrini sotib olish uchun. Va aytishlari bo'yicha Barselonaning eng prioriteti Julian Alvares. Keyin Rodri. Ko'ramiz nima bo'ladi. Agarda Barselona va o'zi Deco Julian Alvares bilan Rodrini olib kelsa, bu transfer oynasi. Bu transfer oynasi Barselonaning oxirgi yillar eng zo'r transfer oynasi desak ham bo'ladi. Chunki biz ikkita muammolik pozitsiyani yopmoqdamiz. De Jongning pozitsiyasi muammoli men uchun. Chunki De Jong juda ham ko'p jarohat oladi va o'sha De Jongga ishonish kerak emas Barselona. Qaytarib o'taman, ertaga videoim bor, o'shani chiqadi. O'shani ko'rib o'tinglar, nimaga men De Jong bilan qoniqmayman yarim himoyada. Shunaqa gaplar do'stlar, endi ko'ramiz. Rodrini o'zi agarda Barselonaga o'taman desa, Barselona transfer qiladi Rodrini va o'sha Bernardo Silvani Barselonadan ilib ketgan Real Madridni endi Barselona qasos oladi. Rodrini Real Madriddan ilib ketib. Ko'ramiz nima bo'ladi. Lekin yangi serial boshlanganga o'xshaydi do'stlar. Videoim ko'rgan bo'lsangizlar rahmat. Like bosinglar, komment yozib qoldiringlar. Nima deb o'ylaysizlar? Rodri qayerga o'tadi? O'zi Rodri Barselonaga kerakmi? Real Madridga o'tadimi yoki Rodri prosta Barselonani Real Madriddan ko'proq pul ishlash uchun ishlatmoqdami? Chunki shunaqa ham bo'lishi mumkin. Rodri Barselona bilan salgina o'ynashadi, keyin Rodriga Real Madrid yaxshiroq shartnoma bergan payti Rodri sirazu Real Madridga o'tadi. Bunaqa holat ham bo'lishi mumkin. Kanalimga obuna bo'ling. Ertangi De Jong videosini ko'ringlar do'stlar. Chunki De Jong ham Visca Barça, Visca Catalunya. Adios do'stlar.